Siz dunyodagi eng boy odam bo'lishingizga sababchi bo'ladi. Siz qachonki komfortli zonaga tushsangiz, mana shu menga yetadi degan narsani qo'ysangizgina bo'ldi, uje to'xtaysiz. Aql ishlatyapman-da uje. Hech kim pul bermas ekan, ishot senga. Hech kim "Kel, mana bu hunarni o'rgan. Mana bu yerga qizil simni ulasang, mana bu yerga qora simni ulasang, mana shu ishlaydi" deb o'rgatmang. Meni motivatsiyam birinchidan hech kim meni qo'llab-quvvatlamasligini bilaman. Ikkinchidan, aka, harakat men tarafdan bo'lmayaptimi? Voy, ish bo'lmayapti, o'xshamayapti deyishga men haqli emasman-da. Uchinchidan, boriga shukr qilish. Siz yaxshi mashinada yuribsiz, boriga shukr qilib, alhamdulillah Alloh berdi deyapsiz, yana Alloh ziyoda qilib beraveradi. Lekin sizning mashinangiz yo'q, harakat qilyapsiz, ola olmayapsiz-da. O'sha holatingizga alhamdulillah yaxshi yashayapman-ku. Albatta, misol uchun rak bo'lib o'limni kutayotganlar qancha? Prosta turgan holatingizga alhamdulillah deb qo'yishingiz siz dunyodagi eng boy odam bo'lishingizga sababchi bo'ladi.